Bu darsimizda antivirus dasturini bazasini yangilashni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga baza kerak bo'ladi. Biz antivirus dasturini ochamiz. Ochganimizdan 3 oyna ochiladi. Nastroykaga o'tamiz. Bu rejimga yoqib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Belgilab da qilamiz. Endi bu oyna ochiladi bizda. Ochilgandan keyin nastroykaga o'tamiz. Qo'shimcha nastroykani ochamiz. Ochganimizdan keyin mayda obnovleniya turadi. Mana shu xuddi bo'lasizlarda ham. Endi qaranglar. Biz birinchi bunga kirmasdan oldin endi bazamizni ichiga kirib olib, bu tomonni kopiya qilib olamiz. Mana bazamizni ichiga kirib kopiya qilib oldik. Antivirus dasturiga qaytamiz. Qaytib boyagi joyga kiramiz. Kirganimizdan keyin izvintga kirib, bu tomonda ikkita yo'li bor. Bittasi через internet orqali yangilash bor. Bittasi esa kompyuterimizni o'zida yangilash bor. Ya'ni kompyuterimiz o'ziga baza olib kelib yangilashimiz bor. Agar internet bilan yangilamoqchi bo'lsak, bunga sayt nomini yozamiz. Ya'ni shu bazasi bor sayt nomini yozamiz va добавить qilamiz. Endi OK qilib belgilaymiz. Lekin biz hozir onlayn yangilayotgan bazani aniq tavsiyasini bilmaymiz. Hozir rus saytlari bor. Endi biz kompyuterda o'zida yangilashni ko'ramiz. Bunga belgilab добавить qilamiz. Добавить chiqqandan keyin OK ni bosib, yana bir marta OK ni bosamiz. Keyin obnovleniyaga o'tamiz. Obnovить baza qilamiz. Ozgina kutib turamiz. Xuddi sizlarda ham xuddi shunday bo'ladi. Mana antivirus bazasi yangilandi. OK qilamiz. Bo'ldi.